Amerika Birleşme Agentligining tekshirish dokumentida ko'rsatilishicha, Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda Uyg'ur va Qozoq qatorliq millatlarga qarata planliq tug'ut tadbirlarini kuchaytirayotgan bo'lib, ayollarni majburiy bola tushirishga va tug'ut cheklash operatsiyasi qildirishga majburlamoqda. Amerika Birleşme Agentligining tekshirish dokumenti Xitoyning hukumat hujjatlari, statistika ma'lumotlari va qo'lga ilingan Uyg'urlar va ularning oila tavobatlari bilan elib berilgan suhbat xotirasini asos qilgan. Tekshirishga qaraganda, doiralar qarorlik holda tug'ut yeshidagi Uyg'ur ayollarining homildor yoki emasligini tekshirishni talab qilib turadi. Ular yana tug'ut cheklash va homildorlikdan saqlanish tadbirlarini yo'lga qo'ygan bo'lib, hatto 10 minglagan ayollar uchun bola tushirish operatsiyasi qildirgan. Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoyda umumiy jihatdan tug'ut cheklash halqasi ishlatish va homildorlikdan saqlanish operatsiyasi yaqinqi yillarda azaygan. Ammo bu ishki son Sharq Turkistonda tez sur'atda oshmoqda. Birlashma agentligi yana ko'p farzandlik bo'lishning jazo lagerlariga qamishining asosli sabablarining biri ekanligini bayqagan. Qozoq ayol Gulnar Amirzakning Birlashma agentligi aytishicha, 3-bolasini tuqqandan keyin doiralar uningdan tug'ut cheklash operatsiyasi qildirishni talab qiladi. 2 yildan keyin hukumat xodimlari uning uyiga kirib, uningga 20 ming yuan atrofida yuqori sommalik jarmani ta'linni ko'rsatdi hamda uni 2dan ortiq farzandlik bo'lgan deb ayblaydi. Agar jarmani to'lamasa, uningmi erida qayta tarbiyalash lageriga qamaladiganligini aytadi. U intayin qiyin ahvolda qoladi. Keyincha qarz olib jarmani to'laydi va orqadan Qozog'istonga qochib chiqadi. Yana bir sobiq mahbus Tursunay Ziyovuddinning bildirishicha, doiralar uning hayzi to'xtag'icha uningga noma'lum o'kil urdi. So'roq jarayonida har qatim soqchilar uning qo'rsig'i tepib, oxiri uni tug'mas qilib qo'ydi. Ba'zi mutaxassislar buning nopis siyosati orqali pardalangan irqiy qirg'inchilik ekanligini ko'rsatdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Hong Kong alayda ma'mur rayoniga munosabatli masalalarga yomon niyatda aralashdi deb amerikalik amaldorlarga viza cheklamas qo'yadiganligini e'lon qildi. Ministerlikning bayonotchisi Zhao Lijian Beijingda o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Hong Kongning avtonomiylik qurilmasiga ziyon yetkazgan va kishilik huquqiga daxl tarz qilgan Xitoy Kommunist partiyasining amaldorlari va ularning oila tavobatlariga viza cheklamas qo'yganligi haqida to'xtaldi. Bayonotchi Zhao, Washington hukumatining saqta jazo orqali Xitoyning Hong Kong davlat bexatarlik qonunini to'sishga urinishining muvaffaqiyat qozonmaydiganligini o'tirg'a qo'ydi va Xitoy hukumati Amerikaning xato qilmishlariga qarata Hong Kongga munosabatli masalalarga yomon niyatda aralashgan Amerika amaldorlariga viza cheklamas qo'yishni qaror qildi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 26 iyun Hong Kong avtonomiylik qurilmasiga ziyon solgan va kishilik huquq dafsandichiligiga chetilgan Xitoy amaldorlari va ularning oila tavobatlariga viza cheklamas qo'yadiganligini e'lon qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktori Tedros Adhanom Xitoy virusining tarqalishi to'g'risida kishini cho'chitadigan so'zlarni qildi. U mundaq dedi: "Eng yomon ahvol tehi yetib kelmadi. Buni deganligimdan azoblanaman. Ammo biz bundaq muhit va sharoitda eng nachar ahvolning kelishidan ansiraymiz." Adhanom garchi nurg'un davlatlarda ilgirlashlar qo'lga keltirilgan bo'lsa-mu, lekin virus yuqumining dunyo miqyosida davomli kengayayotganligini, 10 million 100 ming odamni yuqumlantirgan virusning hozirgacha kam deganda 502.634 odamning joniga zamin bo'lganligini, tadbirlarning bo'shashtirilganligi uchun hamma ishning ikkinchi to'lqin sifatida qayta yuz berdiganligini aytdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının müdiri dushanba kungi sini yig'inida so'z qilib mundaq dedi: Davlatlarning iqtisodini etishga boshlashi bilan virusning tarqalish sur'ati va yuqumlanuvchilar soni oshdi. Iran bu yilning 5-ida Iranning yuqori darajali generalini o'ldirganligi uchun Amerika prezidenti Trump va 35 odamni qo'lga olish buyrug'i chiqardi. İran Interpoldan İslam İnqilobi qo'g'dinish atirti Quddus brigadasining qo'mondoni Qosim Sulaymonning qaslab o'ldirishiga chetishlik deb gumon qilingan. 36 nafar Amerika amaldorini qo'lga olishni talab qilgan bo'lib, ularning orasida prezident Trumpmi bor. Bu yil 1-oyning 3-kuni Sulaymoni bilan yordamchisi Al-Muhandisi Iroqdagi Bag'dod xalqaro aerodromining sirtida Amerikaning havo hujumida qazo qilgan.
Afg'onistondagi bir bozor raketa hujumiga uchrab 23 fuqaro qazo qildi. Xilman o'lkasi hukumatı Koxni bozori rayonining oldi bilan 4 raketaning hujumiga uchirganligini, ondan bomba elib mangan mashinaning kishilar to'pig'iga besib kirib portlashni keltirib chiqarganligini bayon qildi. Dastlabki statistikaga qaraganda, hujumda 23 fuqaro qazo qilgan, 15 odam yaralangan. Bayonotda buning Talibanlar tashkillagan hujum ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Ammo hozir hech qanday tashkilot yoki shaxs hujumga mas'ul ekanligini e'lon qilmadi. Egilinishcha, Xilmand o'lkasining Sanjin noyisining ko'p qism joylari Taliban tashkilotining kontrolligida ekan.